Bitta-yu bitta o'g'lim kuyov bo'lib bir tuzukroq sarpa ko'rganing ham yo'q-a? Oyijon, adam hayot bo'lganlarida balkim O'zingizni bechorak ko'rsaturmang. Otangiz bo'lmasa ana akangiz bor. To'yda yaxshi sarpa qilmaganga yarasha, beshik to'yida o'g'limni bosh oyoq kiyintirsin. Tushundingizmi? xo'p oyijon. Menga qara, kurtka ham qilishsan yetib qo'y. Men senga to'ydan oldin bozordan palto bilan et olib berganman. Allo. Aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling-ku. Xaridingiz uchun rahmat. Rahmat. Bering akajon, paketlarni uyga olib ketaman. Shoshmang-ku. Onam aytishlari bo'yicha bu kiyimlarni beshik to'yda sarpo idishiga solib olib borishadi. Endi erkakchilik. Men bunaqa narsalarni yaxshi tushunmayman. Siz yaxshi tushunasiz. Men buni uyga olib ketaman. Nima bu? Ayollarni ko'ynagimi? Oyimgami? Yo, sizga ko'chada erkakman deb shim kiyib yuribsiz-ku. Uyda mana shu ko'ynakni kiyib yuring. Sizga yarashadi.